chaqirishdi. O'lim qo'shiqchisini. Bu bizning dunyomiz Ardoin, o'lgan yerlardir. Bu yerda turli xil odamlar yashaydi, g'alati mavjudotlar va xavfli hayvonlar ham. Zich o'rmonlarning soyalari orasida yashiringan, xiyonatkor cho'llar qumlari ostida esa shamolning qadimgi tog'larida muzlab qolgan sirlar va sirlardir. Asrlar davomida bizning tushunchamizdan chetda qolgan. Biroq bu sirlarning bir nechtasi Ardon qabilasini qiziqishini uyg'otdi. Buning uchun yer o'z nomiga ega bo'ldi. Ardoniya noyob qobiliyatiga, buyuk kuchlarga ega bo'lmish qo'riqchilar nomi bilan tanilgan. Bu kuchlilarning eng kuchlilari deb atalgan Prime kublar edi va Ardoniya aholisini himoya qilish uchun foydalangan kuchlar edi. Shunday qilib, ular 4 ta Ardon urug'ining xo'jayinlariga berildi. Tinchlik va birlik ramzi sifatida. Shuning dastidan esa qlanlar ham juda katta xavfga qadam qo'yishdi. Pastki olam olovlari ichidan kelayotgan qo'shin Overworldni zabt etish uchun yo'lga tushdi. Ular Ardoniya qirolliklarini xalqlarini mag'lub etishdi. Ular butun yer yuziga tarqalib ketganda, ular bir narsani unutishgan edi. Bu vaqt esa dunyoni qutqarish uchun endi rajdarlar keldi. Uzoq vaqtdan beri Overworld qo'riqchilari bo'lib kelgan ikki qarama-qarshi qirollik aql bovar qilmaydigan kuchning g'azabi bilan to'qnashdi. Shunga qaramay Nezir aholisi yaxshi tayyorgarlik ko'rgan edi va hatto afsonaviy ajdarlar ham bularni to'xtata olmadi. G'alabaga umid qilmagan holda qirolliklar Ardoniya kublarini eng yaxshi odamga berishga qaror qilishdi. Klanlar bunga ikkilanib rozi bo'ldi va turnirni o'tkazishdi. Qaysi Ardon ularni chempioni bo'lishsa, o'sha 4 ta kubning sohibi hisoblanar edi. Biri boshqasidan ustun keldi. Qat'iyatli, ayyor va kuchli chempion topilgan edi. Biroq qo'riqchilar Prime kublarni unga topshirayotganligida o'zini kimligini oshkor qilishga qat'iy qaror qildi. Uzoq vaqt oldin unutilgan qo'rqinchli Voltras urug'ining rahbari. G'azablangan qo'riqchilar unga bu kublarni bermaslikka qaror qilishdi. Chunki ular vakolatni buzgan hisoblanishar edi. Ular ancha oldin surgun qilingan odamga kub berilmaydi deb ketishdi. O'sha kecha klanlar keyingi harakatlar haqida bahslashayotgan bir paytda Voltras urug'ining yovuz rahbari kublarni olish uchun qaytib keldi. U kubning qo'riqchilarini birma-bir qirib tashlashga qat'iy qaror qildi. Yuboruvchi va Mendoris urug'i. Bu qorong'i ishlar orqali u taniqli bo'ldi. O'lim qo'shiqchisi sifatida. 4 va oxirgi usta esa Agerus Nestoris qirg'inidan omon qoldi. Shu tariqa esa u so'nggi kub himoyachisi hisoblanar edi. Ardoniya esa fojia uchun motam tutdi. Ular o'lim qo'shiqchisini o'ldirishga qasam ichishdi va so'nggi kub uchun hattoki hayotlarini qurbon qilishga ham ont ichishdi. Aynan shu paytda esa Voltras urug'i surgundan qaytdi. Biroq ular juda ham holdan toygan edi. Shu sababli esa endi butun Ardoniya uning dushmani hisoblanar edi. Oxirgi chora esa bu faqat
O'lim qo'shiqchisi Nezir qiroli Kronus bilan uchrashdi va shu paytgacha ma'lum bo'lgan eng kuchli ittifoqni tuzishdi. Va shunday qilib, buyuk urushni boshlab berishdi. Endi Ajdar qiroli Rendor qo'l ostida birlashdi va Nezir bilan boshma-bosh jangga kirishdi. Odamlar esa o'z qo'shinlarini qayta yig'ishdi. Ardoni qabilasi qadimgi qo'shinlarini ishlatishdi. Magnoritlar janubdan kelishgan, g'arbdan kelgan Felianalar. Ba'zilar hatto aytishadiki, uni o'sha yerda bo'lishganligini. Lekin hamma narsaga qaramay, o'lim qo'shiqchisi Nezir qo'shinlari bilan to'xtatib bo'lmaydigan holda edi. Bu mojaroning avj olishi yosh Ardoni jangga qo'shilganidan keyin sehrli mahorati bilan Achilles va Meteorisni birlashtirishga muvaffaq bo'ldi va qo'shinlarni g'alabaga olib bordi. Bu esa unga The Danger nomini olib keldi. Uning rahbarligi sifatida Ender dunyosi pastki dunyoga chekinishga majbur bo'lishdi. Ittifoqsizlar esa qolganlari Velgrin tog'lariga qaytishga majbur bo'lishdi. Bu yerda The Danger o'lim qo'shiqchisi bilan yolg'iz o'zi kurashdi va ikkalasi ham mag'lubiyatga uchrashdi. Prime Songs qayta tiklandi va yangi bir urug'lar o'rtasida taqsimlandi. Tugashini bildiruvchi signal esa buyuk urushga chek qo'ydi. Qo'shiq va jang. Ushbu Minecraft dublaji Vox Dubbing tomonidan o'zbek tiliga o'girildi. Ovoz berdi Aksel janoblari. Ardoniyada tinchlik tiklandi va qayta qurish va shifo topish vaqtida boshlandi. Biroq Danger tomonidan yetkazilgan jarohatlar abadiy unga og'riqni his qildirar edi. Buyuk urush 11 vaqt devori. Xo'sh, Hokin, men ko'ryapman. Hokin. Aynan shunday. Demak, buni mana anglatishni tushundingizmi, Talos? Hokin, uxlayotgan edingmi? Mana bu yerga qarang. Vaqt devori so'ngida yo'l qayerda bo'lganligini aytadi. Velgrin tog'i. Shubhasiz. Ko'pgina afsonalar jumladan bu chalkash devor ham shuni anglatadiki, final tog'ning cho'qqisida bo'lib o'tgan. Xo'sh, demak, bu qanday ma'noni anglatadi? Men Velgrin tog'ining cho'qqisida bir kishi yashash haqida eshitgandim. Men tabiatdan qiziquvchan bo'lganligim uchun u yerga bir nechta scout guruhini jo'natgan edim, lekin ular 2 hafta oldin qaytib kelmadi. Va ularning hisoboti nima edi? Hech qanday hisobot yo'q edi. Hech kim qaytib kelmadi. Sizningcha nega bunday? To'liq ishonchim komil emas. Voltarius, Talius va Voltarius. Seningcha Voltarilar Velgrin tog'idami? Shubhasiz. Birinchi jahon urushi tugagandan beri Voltariuslarni olib kelayotganligingizni bilaman. Shuning uchun men sizni bu yerga ushbu yo'nalish haqida xabar berishni olib keldim. Voltariuslarning izini yo'qotganimga yillar bo'ldi. Men Velgrin tog'iga boraman. Ularni ko'rish uchun. To'xtang, Talius. Garchi men yilnomachi bo'lsam ham, sizni hamrohingiz bo'lishni o'zimning burchim deb bilaman va topgan ma'lumotlarimizni yozib boraman. Men istardimki, tergovga jo'natgan odamlarim haqida bilishni istardim. Voltariyalar bilan to'qnash kelishimizning ehtimoli bor-ku. Va yana qanday xatar borligini kim biladi? Talius, qo'rqmang. Chunki men jang qilishga tayyorman. To'xtang, kutib turing. Bu yerda qilichim bo'lish kerak edi. Qayerda agar topmasam dadam itaradi. Mana topdim. Juda yaxshi. Unda ketdik. Ehtimol bu yerda bularning barchasi tushunmovchilikdir. Sizlar bilan Vox Dubbing bo'ldi. Agarda videomizda 1000 ta like yig'ilsa, keyingi qismini albatta kanalga joylayman. Keyingi qismlarda ko'rishguncha, xayr.